Aka-opalar, videoni so'rmaysizlar. Bugun biz Ro'za Ramazon oyida 5 ta podarkamiz bu. Bepul shunchaki beramiz. Videomizni oxirigacha ko'ringlar. Umid usta bizga 5 ta podarka va keling papichiklaringizga bepul bering degani uchun keldik. Assalomu alaykum Umidjon. Alaykum Siz yaxshimi? Umidjon, mana shuni topib qo'yamiz endi sizga. Mayli, okey. Umidjon 5 ta podarka beraman dedingiz-ku Ro'za oyida. Biz kelaverdik bostirib. Nima podarka berishsiz? Aka siz ayting, nima podarka berish keraksiz? Xalqqa shunga kerakli odamlarga, muhtoj odamlarga beraylik-da, что nima deydi? Buni to'g'risini hozir mana shunday magaziningizga aylanib chiqamiz. Tanlayman. O'zim tanlayman, siz emas. Qimmatga tushib ketsa-chi? Qimmatga tushib ketsam beraman degansizki beraman. Bo'ldi aka. Mayli. Aniq. Tanlang, aniq. Aka-opalar, nima podarka tarqatishni hozir kommentariyga o'zlaringiz yozib qoldirasizlar. Ayta kakras aravacha bor ekan. Aravachadan boshlab ketamiz. Siz bizga avval mana bu narsa qancha turadi? Pilisos. Bu hozir mana shu aksiya qilib qo'ydik. Akalarimiz foydalansin deb 4500 rubl qilib qo'ydik. Minimal narxda aksiya ketyapti. 20 litrlik pilisos, 2 yil garantiyasi bilan. 2 yil garantiyasi. Bundan olaylik, maylimi? Mayli. Beraveraylikmi? Mayli. Qimmatga tushib ketmaysizlar? Yo'q. 5 xil narsa olaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, nima olishimizni ko'rasizlar. Qo'limga olingan narsani olaveraman. Bo'ldi. Boshlab. Mana bu nima ekan? Bu nima bu? Sho'rpa berdi. Bu qancha turadi? 3000 turadi. Suvda ishlaydimi? Ishlaydi. Ishlaydi, hozir suvga ham solib ko'rsatsangiz bo'ladi. Hozir videoni oxirigacha ko'ringlar, haqiqatan ham suvda ishlaydimi yo'qmi? Ko'ramiz. Endi dalshi. Bu lazerchi. Bu hozir 5,5 ming rubl. Nima uchun bu qimmat? Bu firma Mabar bo'lgan, kачество boshqacha. Gap firma deymiz, kачество. Tashaversa sinmaydigan shumi? Yo'q, boshqa edi. Boshqa? Bu sinmasa kerak. Buni Tashaveraymi? tashab ko'rmaganmiz. Mana buchi. Bu вообще bu 8,5 ming, yana ham qimmat. Nima uchun? Bu oyoqchalar bor uchunmi? Yo'q, bu kачество emas. Zaryad ko'proq vaqtga ketadi shuning uchun-da. Kачествоsi boshqa bo'lgani uchun. Endi ustalarimiz uchun yana nimalar? Ko'p narsa bor hali. Biz asosiy keraklik bitta sho'rpa, bitta pilisos oldik. Yozib men buni Yana nima yangilik? Yangilik. Yangilik. Biz ko'p narsadan ko'rganman. Yangi lazerdan kelgan zo'r variant. Qani? Mana oyoqlik. Mana shu oldin 6000 ga ham sotganmiz. Hozir bugun mana shu bugun 4,5 ming rubl qo'ydim mana. Komplektda moshina akkumulyator oyoq bilan. Qaranglar, usta akalarimiz tushunadigan bo'lsa kommentariyga yozinglar. Shu zo'rmi haqiqatdan ham? Ustalar tushunadi, men tushunmayman. Lekin bu sразу aytaman. Bu makitda yozilgan. Bu poddelka, original makitda emas. Poddelka u yaxshi ishlayotgan, o'sha proverkadan o'tgan. Keyin buni original variantlari ham bor, hozir ko'rsatamiz video davomida. Men chunki xalqni nima deydi, haligi makitda deb turib zo'r degan. Ishlashi qanday? Maqsad ishlashi zo'r, garantiyasi bilan sotamiz. Olaylikmi, ustalar? Keyin bitta shundan ham olaylik. Mana shular hammasi bepul. Videoni oxirigacha ko'ringlar, shuni egasi balkim siz bo'lib qolishingiz mumkin hozir. Mana siz mana shu lazer shu. Mana shu shundan ha? Oldidan olib ko'rsating. Mana, ko'rib olinglar. Mana ikkita moshina akkumulyatorda. Kamerachilar oldidan ko'rsating, ko'rinsin. Mana katta. Hozir mana shu olganim shundanmi? Katta akkumulyatorlar shundan, moshina variant. Mana makitda yozilgani, misol uchun kimdir bu makitda deydi, original makitda emas. Atak mana aylanayotgan chotki ishlaydi. Garantiyasi bor. Endi biz hozir olgan sho'rpayorimiz suvda ishlaydimi? Ishlaydi, ha. Qani shu sho'rpayor? Bormi bitta ochig'i? Ochig'imi Mabar firma. Mana Mabar firmadan mana. Suvga solmoqchimisiz? To'xtanglar. Xalq, biz sizlarga ko'rsatamiz. Haqiqatdan ham shu suvda ishlaydimi yo'qmi qaranglar. Mana yangi oli mana ko'rib turganlaringdek. Suvga chiqamiz. To'xtang, bu tomonni qilaylik. Kameraga ko'rinsin. Mana ko'ringlar, mana. Mana даже ustlarimga suv sachilyapti mana. Mana. Voy, Ustim qo'l bo'lib ketdi. Fontan qitayladingiz. Mana. Ishlaydi. Shundan beri oldingmi biz? Shundan Mabar. Qaysi biri? Mana shundan ha? Ha. Xullas bundan oldik akalar. Bu ishlaydi, suvga solavering. Hammasimi? Hammasi ishlaydi. Qaranglar bo'lmasa. Kimdir ko'rmagan bo'lsa, batareykasini qanday qo'yadimi? Manavimi? Ha, bor. Shunday? Mana. Mix qoqaydigan shumi? Shu, ha. Qaranglar, bu bilan ham suv ichida ishlaydi. Qani mix bormi bironta? Pastda tugab ketdi, 2,5 ming rubllik. Bu qancha bu narxi? 2500 rubl. Mix bormi? Qoqishga? Mix yo'q, mix topmaymiz. Sizni kutmagan edik, mix qayerdan topamiz?
Mana. Bormi ekan? Mana biz topamiz hamma narsani. Bu yerda kunda bor ekan, yuringlar. Mana. Bu yerda kundaga qo'yamiz, qaranglar. Ko'ryapsizlar, mana shurpayor, mana mix. Yana bu padelka emas, mana real. Mana. Qani endi ishlatib ko'ramiz. Mana. Любой xil variantlari bor buni. Ko'rib turibsizlar. Endi nima bo'lsa, yana yangilik nima bu? Yangilik. Men santexnika akalarga xohlasangiz bitta o'tiga oling. Bu narsa endi faqat imini santexniklar uchun kerak. Santexniklar uchun ham stroy material narsalar kerak bo'ladi. Nimaga bu narsa kamdan kam ishlatiladi. Biz asosan ishlatiladigan, ustalar ishlatadigan narsalarni olamiz. To'xta. Benzin pila olsakchi bitta? Benzin. Ha? Nima deysizlar? Vo. Bu kesadimi ularni? Kesadi. Mana yangisi bormi korobkada? Bor. Qani? Ichkarida. Olib chiqsinmi? To'xtang, mana shuni olamiz. Arabaga yig'dik. Biz yuk tovar. Bu xalq uchun. Qayga qo'ysak mana. Endi lazer oldik, pilesos oldik, shurpayor oldik, benzin pila. Yana bitta beradigan narsangiz qoldi. Mana buni olib kerak. Bu arzon narsa biz. Ro'za kunida biz yaxshi ustolarimiz postoyanno ishlatadigan narsa. Santexnika bitta o'tiga oling, ko'p o'zi uyga kerak bo'ladi, ko'plar. Shu hech umid usta qo'ymas, shundan bitta olamizmi? Bu komplekti bilan. Tanlanglar, bo'y bittasini tanlab oling. Любой nima? Ha, bo'y. Endi biz ham sizni qiynamaymiz, mana o'rtachasini olamiz. Mayli. O'rtachasi ham mana misol uchun 3,5 ming perchatga qaychi hamma narsasi bor ichida. Komplekt, hamma narsasi. Komplekt, 20 dan to 63 bunaqagacha. Mana ko'ryapsizlar, shuni olamiz. Mana yopiq to'sa. Ha, yopiq. Shundan ha. Mana yangi pachkasini olamiz. Ko'rib turibsizlar. 5 ta narsa. Ko'rib turganlaringizga biz realni 5 ta narsa oldik. Endi Ro'zani kunida 5 ta narsa oldik. Tog' bo'lib qolmasin, kistamdan bitta nima olay? 1300 rubl, 1000 rubl buni bu prosta mana ochig'ida. Shurpavyort oladi-yu kimdir? Shurpavyort olib bitta fonarga olmoqchiman deydi. Mana misol uchun 1000 rublga shurpavyort batareykasi tushadi. Bir haftalar yonadi. Bitta shurpayor batareyasi. Ha, bitta shurpavyort. Chunki buni bitta liniyasi ham yonadi-da, bunday qilib qo'yib ko'rsatsak ham. Bu nasosi ham bor. Nasosi nima qilib beradi? Dam uradi mashinaga. Misol uchun ko'rasizmi? Любой xil, 3 xil rejim o'zgaradi. Uyga qo'yib qo'ysa bitta uy yoriq qilib turadimi? Конечно, yoriq turadi, hozir siz qarab bo'lmaydi. Undan katta variantlari ham bormi? Bu qancha katta variant? 1200 rubl katta variant. U 1000 rubl a? O'zgartira bersa o'zgaradi, hozir video. Yo'q, mana shu narsalar ham usta akalarimiz uchun juda kerakli-da. Men nuqul sizni magazingizga kelaman, usta tanishlarim bitta olib jo'natib yuboring deydi. Qancha ekan bilib bering deydi. To'g'risida juda ko'p ustalardan so'raydi, men tanishlarim mashinamni tuzatgan bo'lgandi. Mana shu qancha turadi? 9000 rubl bu servischi usta akalarga. Haqiqiy servis. Original variant. Bunisi-chi? Bunisi 4000 rubl. Bunisi 3000. Bu 2,5 ming bo'ladi. Skitka bo'ladi. Bu-chi? Skitka bilan aytamiz, bu ham 2,5 ming, bu ham 2,5 ming, 4000, 2500 rubl, 2,5 ming. Chotki uy sharoitiga misol uchun qo'shnimga bormaydigan uyga olib bitta qo'yib qo'ysa, hamma narsasi bor, yetadi bitta odamga misol uchun. To'xtang bo'lmasa. Bitta patchiklarimga mana shu ustalarga olaman. Shuni. Ustalarni ham o'tasiga rahmat. Yangi beramiz. Yangi berasizmi? Yangi bering. Paketdan Mana, bu o'zim hisobimdan bitta. Ustalarga olib borib berganimni sizlar ko'zlaring bilan ko'rasizlar, tanishimga bermayman. Paput yo'ldan chiqib, videoni oxirigacha ko'rsalaring hozir shuni egasi balkim sizlar bo'lib qolishlaring mumkin. Yana nima yangiliklar bo'lmaydi usta? Bag'da nimalar bu? Yangilik ustalarga tanishtirib ketaylik. Kolonka ham olib keldingizmi, nima bo'ldi? Nima bu? Chamadoni qimmat variant, 11 ming, 12 ming bor. Serozno ustakalar bor-ku. Qimmatisi yo'q. Buni ham yangi qo'ydim. Qimmat pulga ishlaydiganlarga, ha bu. Yaxshisidan deydi, qimmati bo'lsin deydi. Hazil ustalar. Shpaklovka shilifovat qiladigan misol uchun 9 ming rubl, 10 ming rubl, 25 mingga ham bor, 20 mingga ham bor variant. Mana svarchini apparatlarni zo'ri kelibdi-ku. Sim bilan svarga har xil variantlar qo'yibdi. Pichoq chaqlayman deydigan akalarimizga mana chaqchi akalarimiz bormi? Mana Любой namidan bor ekan. Shurpayorlar, qana ko'rib turibsizlar, xohlagan model.
Yana nima maslahat berasiz? Xullas, hamma mana generatorlar kelgan yangi mana to'yga deydimi, boshqa deydimi. Bu necha kilovat tok beradi? Bu 7 kilovat tok beradi. 7,5 yozilgan 7 kilovat haqiqatan beradi. Bir oilaga bemalol qopam Bir ketadi. oila bu 3-4 oilaga ham yetadi. Buni mayda variantlari ham bor. Bunga xaladinni, kirmoshini hamma narsani qo'shsa bo'ladi, svarka ham. Svarka ham bo'ladi. Baravariga. Barabariga, ha, birdan. Mana 7 kilovat. 7 kilovat. Narxi qancha? Narxi bu eng qimmat varianti 70 ming yozilgan, yerda 68 ming bo'ladi, 56 mingga ham bor, 65 mingga ham bor, variantlar ko'p. Kilovati bir xil lekin. Tok Kilovat har chiqarishi. xil. Har xilmi? Misol uchun bu 6,5, u 7,5. Shuning uchun narxida farqi bor. Bu 6,5 kilovat. Usta akalar, o'z videoni oxirigacha ko'ringlar, buni kim olishini ko'rasizlar. Bo'ldi akalar, nima vaqtini cho'zmaymiz. Ayting, qanday qilib podarkani topishni? Bizga biron xil yoki pul tashab yoki biron xil o'yin qilmaymiz. Bu narsani kommentariyga yozinglar, keyingi videomizda akalar opalar shu narsalarni kim qanday sohadagilarga beraylik? Stroykadagilarga beraylikmi? Yoki ko'chada sovuqda yurgan dvornik akalarimizga beraylikmi? Yoki ko'chada qiynalib sovuqda ishlayapti kurir akalarimizga beraylikmi? Sizlar kommentariyga yozsalaring, qaysi bir shu 3 ta variant ichidan qaysi bir ko'p nomga yozilsa, biz o'sha odamni ko'chadan ushlab, realni mana shuni ketayotgan joyda ushlab olib beramiz. Stroykadan desalaring, stroykalarga borib, ko'zlaringning oldida videoda tarqatib chiqamiz. Mana benzin piylar hammasini. Agarki qaysini olsa yoki yo'q desalaring, agarki hammasini ikkita tarqatamiz. Ikkita stroykada ishlaydigan odamga, ikkita kuryerga, ikkita dvornikka berishimiz mumkin. Lekin mana bittasini abzatini usta akalarimizga beramiz. Yangi keladi, qiynalib endi ishga kelgan, moshina remont qiladigan ustalarga. Bu o'zimning nomimdan akalar opalar, shu videomiz 100 mingta prosmotr bo'lgan kuni shu videoni tarqatamiz. Iltimos sizlardan shu videoga like bosinglar. Biz bepul narsa tarqatyapmiz. Biz pul yoki biror nima so'raganimiz yo'q. Mana shu ukomiz mana shu magazinni ochibdi. Alloh rozi bo'lsin. Ro'zani kunida mana shunaqangi ihsonlar qilyapti. Kattakon rahmat aytamiz. Narsalari ham qimmat emas. Hamma joyidan arzon. Kelib, solishtirib, ko'rib, kачествосini xohlanglar suvga tiqib ko'rib ishlatinglar. Xohlagan narsalaringni qilib ko'rib, kачествосini tekshirib ko'rib, keyin olinglar. Adreslarimiz ayting. Adres qayer? Metro Marino 5-bekat chiqqan joyda Targoviy sentriga kirmaysiz. To'g'rida KFC Nabegu deb mana shu telefon nomerlar qo'yamiz, telefon qilasizlar. Tushunmasalaringiz adres aytamiz. Erta bilan soat 9 da. O'zingizda ham biron YouTube kanal bor-a? Ha, o'zimizda polni yangiliklar, polni hammasini chiqarasiz. Hammasini chiqarib turamiz. Nima yozsa chiqadi? Umid lучше kommentariyaga zakir bitib qo'ysangiz. Kommentariyada birinchi harfda ko'k harf ustiga bo'lsalaring kanallaringizga o'tasizlar. Mana ekranga ham yozdik Umid usta. Akalar opalar, shu kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqangi xayriya ihsonlarni qilyapti. Ko'rib turibsizlar, magazinda yo'q narsani o'zi yo'q. Hamma narsamiz bor, mana ko'ryapsizlar. Doji yo'q narsani. Tojikistonga ham dastavka bormi? Bor, Tojikistonga dastavka. Kilosiga 110 rubl. Telefon qilib so'rasa qayerga aytamiz точно. Tojikiston hamma joyga emas. Hamma joyga emas. Qaysi viloyatga? Hozir Xo'jandga bormaydi. Xo'janddan boshqa Dushanbedan dalshi Qumsangirgacha ketadi. Xo'jand Pomirga bormaydi xolos, to'g'rimi? Xo'jand, Pamir, Ko'lobga ham bormaydi. Ko'lobga ham bormaydi. Faqat Qo'rg'ontepa, Dushanbe. Qo'rg'ontepa, Dushanbe pastga dalshi ketadi. Aynalarga yetkazamiz. Akalar opalar ko'rib turibsizlar. Umidjon sizga ham kattakon rahmat. Biz keyingi videomizda mana shu video 100 mingta prosmotr bo'lgan kuni biz shu videoni tarqatamiz narsalarni. Sizlar bilan birgalikda o'zlaring ko'rasizlar, balkim shuni egasi sizlar bo'lib qolishlaring mumkin. Balkim sizlar olmasalaring ham shu qaysidir qiynalgan stroykada ishlaydigan yoki kurir bo'lib yoki dvornik bo'lib ishlaydigan odamga bepul berilyapti. Shu savobga ham sizlar sherik bo'linglar. Biz bepul tarqatyapmiz. Hech nima kerak emas. Sizlardan faqatgina bitta like, shu videoni tarqatib ketish xolos. Sizlardan pul hech nima talab qilinmaydi. Hammaga rahmat.